Farmoyish. O'zbekiston Respublikasi Bo'ydoqlar jamiyatining bo'ydoq yuristi Muzaffar Murodullayev tomonidan quyidagi farmoyish e'lon qilinadi. Ro'zai Ramazon oyi kirib kelganligi munosabati bilan respublikamiz hududida istiqomat qilayotgan bo'ydoqlarni ruhiy va ma'naviy azoblash qat'iyan taqiqlanadi. Xususan, bu yil ham yolg'iz o'tkazasan, saharlikka hech kim uyg'otmaydi, hech kim ovqat tayyorlab bermaydi, uylanganlarga mazza degan so'zlar bilan azoblash va mazkur mazmundagi video, audio va memlar yuborish qat'iyan taqiqlanadi va qonunga xilof deb topiladi. Agar kimda kim ushbu farmoyish talablarini qasddan buzsa, shu zahoti bo'ydoqning to'yini o'tkazib berish majburiyati yuklatiladi yoki 100 million so'm miqdorida bo'ydoqlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi foydasiga jarima undiriladi. Farmoyish Ramazon oyi tugagunga qadar respublikaning barcha hududlarida majburiy tartibda ijro etilsin. Nazorat bo'ydoq yurish Muzaffar zimmasiga yuklatilsin. Bo'ydoqlarga esa sabr qilish majburiyati yuklatilsin. Farmoyish ijro qilingan videoni barcha fuqarolar ko'rgan zahoti barcha yaqinlariga Instagram va Telegram orqali yuborsin. Bo'ydoqlar huquqlari qonun himoyasida.